10 fevral kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risidagi farmonni e'lon qildi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tashiyevni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari va Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari lavozimlaridan ozod qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tashiyev bilan birga Japarov uning 3 ta o'rinbosarini va Respublika xavfsizlik kengashi kotibini ham ishdan bo'shatdi. Tashiyev ishdan bo'shatilgandan so'ng darhol Qirg'iziston prezidenti Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida buyruqlar chiqardi. Prezident Japarov o'z qarorini davlat birligini mustahkamlash va jamiyatda bo'linishning oldini olish bilan izohladi. Japarov ushbu qarorini davlat manfaatlarini ko'zlab qabul qilganini, barqaror va uyg'un siyosiy muhit yaratishga qaratilganini aytdi. So'nggi yillarda Tashiyev hokimiyatdagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Japarovning ta'siri esa asta-sekin zaiflashdi. Shuning uchun Japarov hokimiyatni qo'ldan ketishini kutmasdan oldindan choralar ko'rdi. U hokimiyat vertikalini qayta tiklashga harakat qilmoqda va endi u Tashiyev bilan birga bir tandemda bo'lishni istamaydi. Na Japarovning, na Tashiyevning boshqaruvi Qirg'iziston musulmonlariga foyda keltirmaydi. Chunki ularning hech biri Allohning qonunlariga ko'ra hukm yuritmaydi. Musulmonlar hukmdorlarni faqat shariat me'yorlari bilan baholashlari kerak. Agar hukmdor shariatga muvofiq hukm qilmasa, Alloh bu hukmdor va unga o'xshaganlarni qiyomat kuni jazolaydi. Musulmon mamlakatlardagi hozirgi hukmdorlar kufr tarafidan tarbiyalangan va sun'iy ravishda hokimiyatga keltirilgan. Bugungi kunda qadr-qiymatsiz odamlar musulmonlar orasida yetakchi lavozimlarni egallab, ularga rahbarlik qilishadi. Ishlarni boshqaradilar, hokimiyatga egalik qilishadi va qaror qabul qilishda yakuniy so'zga ega bo'lishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning ustiga yolg'onchi yillar soya soladi. O'sha kezlarda yolg'onchi tasdiqlanadi, rostgo'y yolg'onchiga chiqariladi. Xoin kishi ishonarli bo'ladi, omonatdor kishi xoinga chiqarib qo'yiladi va ro'y biza gapiradi dedilar. Bu zotga ro'y biza kim deyildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ommaning ishini gapiradigan ispast odam dedilar.